mana turizm sohasi bo'yicha seminardagi qizlarga ikkinchi ovqatga bugun mana shunaqa qozon kaboblar keldi. Restoran ovqatlari, hurmatli do'stlar. Kim oilaviy mehmonxona ochadigan bo'lsa, mana shunaqa assortilardan o'rnak olishinglar mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, pazanda ayollarimiz, ko'ramiz va o'rganamiz. Bugun ikkinchi kun, hurmatli mana xotin-qizlarimiz hozir obedga tayyorgarlik. Da. Seminar qatnashchilarini ovqatdan oldingi salatlari. Hozir tushlik boshlanadi. 5 kam 1 soat. Turizmda xizmat qiluvchi oshpaz bo'lsangiz ham bo'ladi. Ofisiant bo'lsangiz ham bo'ladi. Oddiy texpersonal bo'lsangiz ham bo'ladi. Lekin biz sizlarni yuqoriroq saviyada ishlasini nima qilyapmiz? Yuqoriroq saviyada. Lekin to'g'ri, oshxonada yordamchi bo'lsangiz ham oshpazga keyin oshpaz bo'lasizlar. To'g'rimi? Lekin maqsad qo'yish kerak. Biz bu sohada ishlab yuqoriga chiqish uchun nima qilishimiz? Masalan, mana muallif professor ayolni oddiy laboratoriyada ishlab, katta laboratoriya injener kelmadiga qarab. Hech kim birdaniga shefxor bo'lib qolmaydi. Hech kim birdaniga mehmon uylarida mehmon yuz bo'lish uchun yuz bo'lish kerak, yeriz bo'lish kerak, joyingiz bo'lish kerak, to'g'rimi? Buni sizga kimdir agar padar chaqigan bo'lmasa, ota-onangiz va kimdir qaynotanggiz sizni bugun qilolmaysiz bir kunda. Demak, biz imkoniyatimizdan kelib chiqib o'zimizni yo'naltiramiz. Restoran va kafe ochish hamda ushbu sohaga xizmat qiladigan oshpaz va ofisiantlarni tayyorlash bo'yicha ma'ruza qilish uchun so'z navbatini, demak, oshpazlar uyushmasidan kelgan bizni hamkasbimizga beramiz. Abdurashid Kasoliyevga beramiz. Oshpazlar uyushmasi raisining muavvinlari, o'rinbosarlari, mana e'tiboringizga oshpaz bo'lish sirini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun juda ham qiziqarli ma'ruzani havola qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quv seminari ishtirokchilari. Bugun oldinroq kelib sizlarni o'tdagi seminarlarda jonli bo'layotganini, hamma savollar, javoblar qiziqlik bilan ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men avvalo bizni tashkilotimiz O'zbekiston oshpazlar uyushmasi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, O'zbekiston oshpazlar uyushmasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 10-oktyabrdagi umumiy ovqatlanish tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish va xodimlarning kasbiy darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 289-sonli qaror bilan O'zbekiston oshpazlari uyushmasi tashkil etilgan. Bu demak, bizning uyushma 2012-yildan beri faoliyat yuritadi. Demak, bizning asosiy maqsadimiz nima? O'zbek milliy pazandachilik san'atini butun dunyoga taqdim qilish, respublikada xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishga ko'maklashish, umumiy ovqatlanish korxonalari va mehmonxona xo'jaligi, ovqatlanish industriyasi uchun zamonaviy asbob-uskunalar, texnologiyalar, buyumlar, vositalar hamda oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha konsultatsiyalar, takliflar berish, milliy va xorijiy ekspertlarni jalb etish. Keyingi maqsadimiz O'zbekistonda va xorijiy mamlakatlarda tashkil etilgan o'zbek milliy umumiy ovqatlanish korxonalarini uyushmaga a'zolikka jalb etish.
ovqatlanish industriyasini yaxlit tizimini tashkillashtirish. Bizni asosiy maqsadlarimizni aytib o'tdim. Mana vazifalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, demak, taom tayyorlashni milliy merosi va madaniyatini saqlashni ta'minlash. O'zbek milliy pazandachilik san'atini yo'qolib ketayotgan turlarini tiklash. Milliy pazandachilik san'atini rivojlantirishga ko'maklashish. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini va to'g'ri ovqatlanishni targ'ib qilish. O'rta maxsus kasb hunari ta'lim markazi bilan birgalikda umumiy ovqatlanish va mehmonxona xo'jaligi sohasi va mutaxassislarini tayyorlash masalalarida hamkorlik qilish. Kollej o'quvchilarini ishlab chiqarish amaliyotini o'tkazishni tashkil qilish. Ularni ishga joylashtirish yuzasidan davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish. Jahon bosh oshpazlari hamjiyati uyushmasi bilan o'zaro hamkorlik qilish va o'tkazadigan tadbirlarda qatnashish. Respublika va xalqaro doirada turli millatlar pazandaligi tanlovlarini, viktorinalar, ko'rgazmalar, festivallar va maxsus kunlarni madaniy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish. Uyushma qoshida tashkil etilgan xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazi orqali soha xodimlarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash. Umumiy ovqatlanish sohasida mutaxassislar tayyorlashda oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga ko'maklash. Mana shu vazifalarni hozir qisqacha bir sizlarga tushunarli qilib gapiradigan bo'lsam, birinchi mana taom tayyorlashni milliy merosi. Birgina mana o'zbek palovi, o'zbek oshiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hamma har xil pishiradi, hamma nima qiladi. Mana sizlarga bitta ma'lumot beraman. O'zbek to'y oshi qisqa davr ichida shu darajada o'zgarib ketdiki, hozir endi uni biz patentlab bir qanday qonun qoidasiga mahkamlab qo'ymoqchi. Nimaga desanglar, o'zbek to'y oshi oldingi holatdan hozir farqli bo'lib, kimdir ko'p no'xat soladi, kimdir yana nimadir soladi. Haqiqiy nimadan atlaneni sekin chekka chiqish bo'lib boshlangan. Shuning uchun buni sertifikatlar, o'sha litsenziyalar mahkamlab qo'yishni biz ishini boshladik. Bo'lmasam hamma narsa o'zgarib, to'y oshi. Mana hozir turistlar keladi, misol uchun, mana to'y oshi deydi. Bo'stonliqqa kelsa boshqacha beradi, Toshkent shahrida bo'lsa boshqa beradi. Shuni bitta nimaga solish, mana shu milliy merosni, madaniyatni saqlashni ta'minlash degan so'zda masalaga tushuntirarli bo'lish uchun shunga mana to'xtalib o'tdim. Bundan tashqari mana milliy pazandachilik san'atini yo'qolib borayotgan nimalar. Yana bitta narsaga to'xtalaman. Mana milliy pazandachilik. Nonga, oddiy nonga. Mana pomidor qoqili non. Misol uchun. Oldinlari tayyorlangan, hozir juda kam tayyorlangan. Mana pomidor qoqini tarkibidagi moddalar imенно bizga yetishmasligi, o'sha mikro makro elementlarni yetarli bo'lmasligi natijasida nima bo'lyapti? Turli kasalliklarga uchragan. Bitta misol pomidor qoqili non. Yoki yana bitta misol qilaman. Mana madaniy meros bo'lsa, Xorazmliklar bormi Xorazmliklar? Mana Xorazmliklar bo'lsa, mana bilasizlar. Shivit oshi misol. Mana shivit oshi degan taom bor. Shivit oshini mana texnologiyasini mana yaxshi bilasizlar. Demak, qana bo'ladi? Xamir qoriladi-yu, lamonga yoki suv qo'shilmaydi. Ana shu ko'katni o'sha haligi shivitni suv bilan qilinadi. Endi tasavvur qiling. Bolaga yoki katta odamga ovqat tayyorlayotganda biz qancha ko'kat yeymiz? Bir chimdim yeymiz. Kerak qancha bizga? Bir voq kerak. Bir voq kerak. Ana shuni ichiga qo'shganimizda biz mana bolalar uchun taomlar tayyorlashda shuni Aqlvoy oshpaz degan kitob tayyorlash jarayonimizda shuni kiritganimizda bog'chadagi bolalarga tayyorlab berilganda uni ko'kligi, rangi shunaqa effekt berdiki, u haligi bolalarga juda qiziq bo'ldi. Ham qiziq bo'ldi, ham o'sha bolalarga biz berayotgan o'sha ko'katni miqdorini oshirib nima qilib beryapmiz. Shuni singari yana mana shunaqa bu bitta milliy pazandachilikni mana shunaqa turlarini saqlab qolish uchun retseptlarni tayyorlab nima qilamiz. Bundan tashqari sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish. Bu juda ko'p gap, masalan. Juda ko'p gapirilyapti, boshqa bo'lyapti, lekin
sog'lom ovqatlanish degani bu sog'lom mahsulot degani emasda. Mana olinglar, kartoshkani zo'rini oldingiz, piyozni zo'rini oldingiz, bo'ldi sog'lom ovqatlandim deya olmaysiz. Yoki o'sha behidan qanaqadir nima tayyorlash. Siz sog'lom ovqatlanish uchun sog'lom taom bo'lish kerak. Sog'lom taom bo'lish uchun unga to'g'ri texnologik jarayon bilan ishlov berishingiz kerak. Mana shu sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish bugungi kunda juda ham anaqa dolzarb masala. Juda ham dolzarb masala. Masalan, har bir inson o'ziga, bilasizlarmi, ko'pincha biz nonushta qilib olishim kerak degan fikrda bo'lamiz, xolos. Boshqa narsa yo'q. Ishga shoshilamiz yoki bir nima bo'ladi, yoki obed qilib olishim kerak degan nima bo'ladi. Yana hamma traditsion o'sha somsani yeydi, boshqani yeydi. Ana endi shu hozirgi ovqatlanish biznesi juda ham haligi yetarli darajada zich bo'lib, bir kirish imkoniyati, yangi bizneslar ochish sharoiti yo'qolib borayotgan paytda nima qilishimiz kerak? Mana sizlarning misollaringiz. Men aytgan o'sha yangi milliy urf-odat, milliy nimalar, eski milliy nimalarni tiklashimiz kerak. O'sha taomlarni ham turlarini o'sha nima aytgandek perichim bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda o'sha bizneslaring, nimalaring yurishiga sabab bo'ladi. Ana endi Jahon oshpazlar hamjamiyat uyushmasi O'zbekiston mana shu bizni uyushma tomonidan shu darajada hamma nimalarga borib, bilasizlar bizning milliy taomlar shirin. Bilasizlar milliy taomlarimiz kaloriyali. Chet elda juda ham haligi keng nimada qamrovda qiziqishadi, boshqa bo'ladi. Mana masalan, o'sha Bo'stonliq misolni olib qaraydigan bo'lsak ham, Bo'stonliqqa ham kelayotgan turistlarni jalb qilish jarayoniga ahamiyat berish kerak. Hamma masalan kichkinagina bir o'zingiz uchun nima deydi, tamaddixona deysizmi yoki kichkinagina bir oshxona shoxobcha ochaman desangiz, yoningizda yana siz ham ochib shashlik somsa qiladigan bo'lsangiz, siz ishingiz qiyin bo'ladi. Yoningizda shashlik, har bir qadamda somsa. Biz nima qilishimiz kerak? Men aytgan milliy nimalar bilan qilishimiz kerak. An'analarni rivojlantirgan holda pishirish kerak. To'y oshi mana yoningizda qilyapti. No'xat solgan, boshqa rang nimalar solgan, lekin siz haqiqiy biz aytgan texnologiya bo'yicha qilyapsiz. Bugun bilmasa ertaga kimdir biladi. Yoki o'sha turist olib kelayotgan odam to'xta haqiqiy to'y oshi. Va mana shunga Alo. Mana shunga qaragan holda mana shunaqa qilib tashkil qilishdan maqsadga olib. Xo'p, ana endi bugungi kunda mehnat bozori va zamon talabi. Mana bizning soha bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana umumiy ovqatlanish korxonasi degan o'sha ko'pchilik ovqatlanadigan joy. O'sha korxonani bugungi kundagi bozori qanaqa? Mana qisqacha aytib berdim. Nazariy va amaliy fan o'qituvchilarining tayyorlangan malakasini, kompetentligi. Demak, bugungi kunda mana shu narsani rivojlantirishimiz kerak. O'quvchini kasbiy tayyorgarligi, kasbiy bilim va ko'nikmani olishga yaratilgan shart-sharoitlar. Bunda nima? O'quvchini kasbiy ko'nikmasi. Bunda o'quvchini, demak, tayyorlanuvchi, sizlarni tayyorlanayotgan nimani shunaqa ko'nikma o'rgatish uchun maxsus jihozlangan, maxsus dasturlar, maxsus nimalar bilan o'qitilgan joyda o'qitilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari til bilish ham juda muhim o'ynaydi hozir masalan. Masalan, xorijiy tillardan rus va ingliz tilini bilsangiz, siz o'sha kelgan turistga yoki nimalar muloqotga kirayotganingizda siz ayta olasiz. Masalan, mador somsa Manda qanamaga ega bo'ladi. Men o'zim shaxsan pishirganman buni. Manda xususiyatlarga ega, manda makro elementlarga boy degan nimani o'zini tilda aytsangiz, bo'ldi, to'xtaydi. O'sha yerda sizga klient bo'ladi, o'tirib yana gaplashishsiz keladi, boshqa qiladi. Demak, bu ham o'sha hozirgi mehnat bozorini yana bitta haligi yaxshi egallash uchun shu nimalardan bittasi bo'ladi. Ana endi jihoz, asbob, uskunalarga tegishli holatiga to'xtaladigan bo'lsak, har bir umumiy ovqatlanish korxonasi yoki har bir maslahatni ochganda nima kerak bo'ladi bizga? Jihoz kerak bo'ladi. Oddiy somsa, ko'k somsani yozganimizda ham, yopganimizda ham, pishirganimizda ham tandir kerak bo'ladi. Yonida xamir qoradigan joy bo'lishi kerak bo'ladi.
agar biz sal rivojlantirib uni bir ma'lum bir yupqaxona yoki pirojkixona yoki bir yana shunga o'xshash nima qiladigan bo'lsak, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga qovurish uchun jihoz kerak bo'ladi. Demak, shularni ham zamonaviylarni tanlagan holda ma'lum bir rejalashtirib olish kerak. Nimaga zamonaviy? Chunki o'sha sizni rasxodlaringizni kamaytirib beradi. Masalan, yog'ni ishlatilishini yana tozalab o'sha fraksiyaga qo'yib beradigan jihozlar bor. Ana endi keyingisida mana sog'lom ovqatlanish konsepsiyasi maqsadiga to'xtalib o'tdim. Ustoz shogird an'anasi amaliyotlarini tashkil etish. Albatta bu jarayonni o'rganishda har doim ustozlar bo'ladi, shogirdlar bo'ladi, shularning an'anasini davom ettirish kerak bo'ladi. Endi hamkorlikda ko'p ishlar amalga oshirilyapti bugungi kunda, nazariy, amaliy ishlar bo'lyapti. Masalan, bizni uyushmani aloqalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, men hozir sizlarga oxirida biz uyushma bilan sizlar qanaqa hamkorlik qilishlarini to'g'risida aytaman. Ozgina sizlar uyushma nima narsa ekan degan narsa uchun men sizlarga mana buni to'xtalib o'taman. Mana O'zbekiston oshpazlar uyushmasi turgan bo'lsak, Savdo sanoat palatasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, tashqi ishlar, Milliy gvardiya, mana shu javhardagi nimalar bilan biz hamkorlik qilamiz. Bundan tashqari biz 2010-yildan beri mana Jahon oshpazlar uyushmasining a'zosimiz. Bundan tashqari 2017-yilda biz Islom davlatlari oshpazlar uyushmasining a'zosimiz. Mana bu yoqda O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, Kasaba uyushmalar federatsiyasi har bittasini mana ma'lum bir nimalar bilan biz bog'langan holda ish tashkil qilganmiz. Masalan, O'zbekiston kasaba uyushmalari to'xtalib o'tadigan bo'lsam, nimalar bor? Sanatoriyalar bor, to'g'rimi? Sanatoriyalarda nimalar bo'lishi kerak? Parhezlarga asosan ovqat pishirish kerak bo'ladi. Parhez o'sha davolovchi ovqatlanish bo'ladi. Xuddi o'shalarni oshpazlarni o'qitish, shularni nima qilish, tayyorlash bo'yicha bizda qator ishlar amalga oshiramiz. Nimalarimiz diqqat markazimizda turadigan narsalar, demak mana shu 8 ta narsa bo'yicha ishlaymiz. Hududiy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar, sog'lom va xavfsiz ovqatlanish, malaka oshirish va qayta tayyorlash, sohani huquqiy hujjatlarini nima qilish, soha mutaxassislarini rag'batlantirish, gastronomik tadbirlarni rivojlantirish, o'zbek pazandachiligini dunyoga tanqid qilish mavzusi bo'yicha ishlaymiz. Bizda hamkorlarimiz bor, mana texnologiya institutlari, menejment, biotexnologiya va bir necha institutlar bilan hamkorlik qilamiz va bu yerda bitiruvchilar biz rahbarimiz mana Akbar Hamdam, O'zbekiston oshpazlar uyushmasini tashkil qilgan, shu kishi rahbarligida ishlaymiz. Xo'p, ana endi mana sizlarga taalluqli joyga to'xtalib o'taman. Mana qaranglar, bizning uyushma Mirzo Ulug'bek tumanida, Toshkent shahrida Oltintepa ko'chasida joylashgan. Hozir oxirida telefonlar nimalarini yozib olasizlar. Mana qaranglar. Birinchisi sizlarga to'xtalib tushuntiradiganim validatsiya. Validatsiya loyihasi qanaqa? Ishlaringda kimdir, masalan, oshpaz bo'lib ishlagan, lekin bugun qanchadir ishga borsa, aytyapti, senda hujjat bormi? Men seni ishga olmoqchiman. Xo'p. Siz zo'r oshpazsiz, gapiryapsiz. Men zo'r oshni zo'r qilaman yoki men go'shtda zo'r nima qilaman? Ishlayman, bahorgazo'r, bahorgazo'r. Xo'p, qani hujjat? Yoki qani nima desa, trudovoy yoki bir nima, balki oshpaz yozilmagan bir boshqa. Mana shu yerda ish yaxshi ish joyi turibsiz. Aniq ishga oladigan bo'ladi. Mana bizga murojaat qilinsa, mana shu validatsiya loyihasi mana shu bo'yicha bo'ladi. Hujjat qilib beriladi. Qachon? Sizga bir oy topshiriqlar beriladi, o'qitiladi, amaliy yordam beriladi. Borib javob o'qiysiz, shu sizga topshiriq beriladi, boshqa. Oxiri imtihondan o'tkazib turib sizga 3-razryad beramiz. Yo agar siz 3-razryadlisiz, siz restoranga bordingiz, yo'q, sen 3-razryad ekansan, menga 4 kerak. 3-razryadda oyligi ozroq bo'lsa, 4niki balandroq. Ana borib bizga murojaat qilasiz, hujjatlaringizni topshirasiz, biz 4-razryadga sizni ko'tarish bo'yicha mana validatsiya loyihasi bo'yicha nima qilamiz. Sizlarga bu bitta nima. Keyingisi endi bu yoshlarga taalluqliroq, yosh nimalarga xalqaro darajadagi oshpaz nimasi 3 oylik kurslarimiz. Bunda
Italiya, Fransiya, jahonning eng zo'r nimalarini, taomlari o'rgatiladi 3 oy. Ham teoriya bilan, ham amaliy pishirib, har oyda biz imtihondan o'tkazamiz ularni. Bo'ladi, bo'lmaydi. Bu ham masalan nima deydi? Buni bitirgan odam diplom bilan xullas ko'chada qolmaydi. Ham o'zi zo'r biladigan bo'ladi, hamma narsani ushlab ko'radi, pishiradi. Masalan, mana har hafta imtihon nima qiladigan bo'lsa, bu 8 tasi kelsa, 8 tasi 8 xil salatni beradi, ko'rsatadi. 8 xil birinchini ko'rsatadi, 8 xil ikkinchi. Hamma narsani o'sha chet elda pishiriqlarini ko'rsatadi. Ko'rsatgandan keyin uni baholanadi o'sha xalqaro ekspertlar. Ana shunaqa qilib darajada nima qilib, buni bitirganlar bizda hozir hamma restoranlarda, kafelarda, boshqa mana Fransiyada ishlayapti. Hozir Fransiyada ishlayotgan bitiruvchilarimiz ham bor. Chet ellarda yaxshi ishlashyapti. Bu ikkinchi nima. Uchinchi nimamiz bu ijtimoiy soha obyektlari. Ijtimoiy soha obyektlari deganda qattiq tushunamiz, bog'cha, больница, to'g'rimi? Shunaqaligi davlatda tashkilotlari bo'ladi. Byudjet tashkilotlari bo'ladi. Keyin hozir yana outsourcer degani chiqqan. Bu diplom bilan sizni hamma joyda nima deydi, ishga qabul qilishga ko'pchilik tayyor bo'ladi. Keyingisi mana eng oddiy 36 soatlik eng qisqa kurslarimiz. Oshpazlar uchun bir haftalik malaka oshirish kurslari bo'ladi. Bunda sertifikat beriladi, diplom beriladi, sertifikat bilan ishlanadi. Mana shu yo'nalishda bizning faoliyatimiz olib boriladi. Mana shu bo'yicha biz bilan ishlashlaring mumkin. Mana hozir rasmga olinglar yoki olinglar. Mana telefonimiz mana 71 266 78 00. Telefonni yozib olinglar. Qachon bo'lsa biz o'sha Bo'stonliqda shu seminarlar bo'yicha bemalol murojaat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga yordamga tayyor. Turizm deganda mana tushunishlar kerak. Har bir sayohat baribir shu gastronomik turizm bilan bog'liq. U qanaqa sayohat bo'lsin, sog'lomlashtirish sayohat bo'lsin. Mana mayz, mana bugungi sayohatimiz gastronomik turizm bilan bog'liq bo'ldi. Mana shu singari kelgan sayyohga nafaqat bizni milliy taomlarimiz, balki shu sayyohga manzur bo'ladigan taomlarni ham, tansiq taomlarni ham tatbiq qilishimiz kerak. Aytaylik, bir kun ichadi, biz oshimizni yeydi, sho'rvamizni ikkinchi kun ichadi, uchinchi kun somsa shashligimizni yeydi. Xo'p, to'rtinchi kuni o'zini ovqatini qo'msab qoladi. Shunda shunaqa podacha qilish kerakki, xizmatlar sohasi shunaqa nozik, diplomatik jarayon deb aytish kerak. Ya'ni shu sayyohni mamlakatimizda ko'proq olib qolish uchun unga tansiq taomlarni tatbiq qilishimiz kerak. Va mana sir emas, o'zinglar ham mana ko'p davlatlar, ko'p joylarda yurasizlar. Ularda taomini yeyishdan tashqari o'zimizni oshimizni sog'inasizlar. Shuni singari oshpazlar uyushmasida shu qadar malakali oshpazlar maktabi shakllanganki, har yili malakali oshpazlar butun xalqaro maydondagi oshpaz restoranlarda, aytaylik, yulduzli restoranlarda faoliyat yuritishyapti yoki o'zimizning mamlakatimizda yirik shu restoran va mehmonxonalarda o'zini xizmatlarini olib boryapti. Yana aytish kerak, mana Akbar akani alohida shu oshpazlar uyushmasini alohida hozir yuqorida aytgandek sertifikat berish jarayonida ham o'zim to'g'ridan-to'g'ri qatnashganman. Juda ham havasim kelgan. U yerdagi mohir qizlar, ayollar shunaqa aytaylik shedevr ovqatlar tayyorlashyaptiki, juda ham haligi nima desam bo'ladi, oddiy narsadan haligi podachasi degan narsa ham bor-da. Siz uni oddiy aytaylik tarelkaga solib, oddiy formatda olib borsangiz qanaqa vid ko'rinadi, lekin unga jilo berib, unga kerak bo'lsa yangi turlar ishlaydi. Hattoki shu darajada brend bo'lyaptiki, aytaylik, bu marketing deyiladi yoki tilladan osh. Ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Tilladan osh. 99 probali tilladan osh qilish yoki aytaylik, nonni ichida osh.
mana shunaqa yo'nalishlarni siz bilan biz qanchalik shu yo'nalishga kirib olsak, bu yerda boshqacha formatda bizga tansiq taom beryapti. Boshqacha formatda bizga haligi rus tilida aytadi-ku, как подать. Podachada ham juda katta o'ziga yarasha bir nyuanslari bor. Shuning uchun hammani chorlab qolaman. Mana shu sohaga baribir o'zim ham mana shu davlat xizmatchisi bo'lsam ham, lekin uyimda bo'lganimda albatta shirin tansiq taomlar tayyorlab farzandlarimizga berib, mana misol uchun biladiki, Shahlo opa yaxshigina lag'mon qiladi. Hamma biladi uni. Yoki yaxshigina shiringina devzirana oshda. O'zim anjoliman. Shuni singari hammamiz o'zimizni qo'limizdan keladigan ishlarimiz bor. Shirin ovqatlar, qaysidir bir ovqatni, taomni tayyorlashga bir moyilligimiz bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, nafaqat yirik restoran, hozirgi kunda 18 mingdan ortiq shu kafe, restoran respublikamiz bo'yicha shu aytaylik tadbirkorlik subyektlari faoliyat yurityapti. Bundan tashqari o'zimiz mana shu darajadagi mana food trucklar deymizmi, yoki shu aytaylik tadbir bo'ladigan joylarda hammamiz taom qidirib boramiz. Misol uchun aytaylik Omonxonada har safar bo'ladi. Bilasizlar, shu festivallar yoki har bir hududda o'ziga xos festivallarda hammamiz qaysi bir joy maydonda bir taom qidirib qolamiz. Food trucklar, mana hozir yangi yo'nalishlar ochilyapti-da. Kecha men internetdan ko'rdim, naqadar bir erkak shunaqa o'ziga bir moslama yaratib olganki, shu yurib, shu joyida hot dog berib ketyapti, tayyorlab. Beliga shunaqa moslama qilib qo'yganda. Endi demoqchimanki, hamma tomonlama ideya qilsa, bu yo'nalishda qancha qilsa bo'ladigan sohada, lekin uni ham mana o'ziga yarasha texnologiyasi, ilmiy yondashgan holatda, sterillangan holatda va qolaversa sanitariyaga ahamiyat bergan holatda tayyorlansa, ertaga shu aytaylik siz pishirgan taomlarga o'zini bozori bo'ladi. Aytishadiki, Mastura opani aytaylik montisi yoki somsasiga yetadigan yo'l o'ziga yarasha brend bo'ladi-da. Mana Chorsu bozoriga borganmisizlar? Xonim mana sirasi xonim hayolingizga keldi-da. Shuni singari hamma joyda o'ziga yarasha xos taomlarni kimdir yaxshi tayyorlaydi va u yillar mobaynida avloddan avlodga shu taom aynan shu nima deydi, avlodni taomi sifatida tanilib olgan taomlar. Shuning uchun hammaga omad tilayman. Bu soha ham juda ham qiziq va ko'lami keng. Turizmda eng ahamiyatli joyi shu gastronomik turizmda shu kabi taomlar tayyorlangan joylar. To'g'risini aytganim, mana Jizzaxga borsak, Jizzax somsasi anaqa hayolimizdan keladi. Biz borsak, albatta Jizzax somsasini yemasak qaytmaymiz. Shuni ishimiz kerak, to'g'rimi? Xuddi shu Xorazmga borsak, tuxum barak, to'g'rimi? O'tir barak. Shunaqami? Shu yemasdan qaytmaymiz-da. Shuni singari har bir hududda o'ziga xos jihatlarni inobatga olib, shu kabi taomlarni aytaylik turizm namoyish obyektlarida, turistik lokatsiyasi bor joylarda hamohang shunaqa biznesimizni yurgizsak, bu ham bitta katta yirik biznes hisoblanadi. Kattakon rahmat. Bugungi seminarim tugadi. Mana endi sekin uyga qaytamiz. Xudo xolasa kechki soat 4:30.